Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 64. sure Tagabun. Medinede nazil bo'lgan 18 oyat. Nəhayət şəfqətlik, mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Osmonlardagi va zimindagi narsalar Allohga tasbih etadi. Padişahlık Allah'a mensuptur. Cimi hamd sana Allah'a xosdir. Allah her narsaga qodirdir. Allah sizlarni xalq etdi. Aranglarda mu'minlarmi bor, kofirlarmi bor. Allah sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Allah osmonlarni va zaminni haq yaratdi. Sizlarni suratga kirgizdi, suratinglarni chiroyli qildi. Oxir qaytadigan joy uning dargohidir. Allah osmonlardagi va zamindagi narsalarni bilib turadi. Allah niyatlaringlardan, amallaringlardan yoshirganlaringlarni va oshkorlaganlaringlarni bilib turadi. Allah dillardagi sirlarni bilguchidir. Sizlarga ilgari kofir bo'lib amallarining vabolini tetiganlarning xabari kelmadimi? Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Bu shuning uchundirki, ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizalar bilan kelgan edi. Ular inson bizni hidoyat qila olamdi dedi. Payg'ambarni inkor qildi, iymondan yuz o'rdi. Allah ularning iymoniga muhtoj emasdir. Allah maxluqotdan behojatdir, madihiga loyiqdir. Kafirlar hergiz tirildirilmaymiz deb gumon qilishdi. Aytqinki, hergiz undaq emas. Parvardigorim bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirilsizlar. Ondan sizlarga qilmishinglardan xabar beriladi. Bu Allohga osondir. Allohga, Allohning payg'ambariga va biz nozil qilgan nurga, ya'ni Qur'onga iymon etinglar. Allah qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. O kunda Allah sizlarni qiyomat uchun to'playdi. O ziyon tortadigan kundir. Yani o kunda iymonni tark etganligi bilan kofirning ziyon tortganligi, yaxshi amallarni deganda qilolmaganligi bilan mu'minning ziyon tortganligi oshkor bo'ladi. Kimki Allohga iymon etib yaxshi ish qiladi ekan, Allah uning yomon ishlarini yo'q chiqaradi. Uni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular o jannatlarda mangu qoladi. Bu katta muvaffaqiyatdir. Allohning birligini va qudratini inkor qilganlar, oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar ahli do'zax bo'lib, ular do'zaxda mangu qoladi. O nima degan yomon joy. Kishiga yetgan har qanday musibat faqat Allohning izni, ya'ni qazosi bilan yetadi. Kimki Allohga, ya'ni har qanday musibat Allohning qazosi bilan yetadi degan so'zga ishonadi ekan, Allah uning qalbini sabrga yetaklaydi. Allah har narsani bilguchidir. Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar. Agar payg'ambarning da'vatidan yuz o'rsanglar, payg'ambarga ziyon yo'q, o'zingizlarga ziyon. Payg'ambarimizning vazifasi faqat da'vatni ro'shan tabliq qilishdir. Allohdan boshqa hech ma'bud bar haq yo'qdir. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Ey mu'minlar, sizlarning ayollaringlardan, bolalaringlardan sizlarga dushman bo'lganlarmi bor? Ulardan ehtiyot qilinglar. Agar ularni afv qilsanglar, kechirsanglar, mag'firat qilsanglar, Allah sizlarni mag'firat qiladi. Allah haqiqatan nəhayət məğfirət qılğucudur, nəhayət mehribondir. Sizlərning mollaringlar, bolalaringlar sizlarga Allah tərəfindən bir turlik sınaqdır. Allahның dərgahida katta savob bor. Taqatinglarning yetishicha Allohga taqvodorlik qilinglar. Vazini anglanglar. Amriga itoat qilinglar. Allohning yo'lida mollaringlarni sarf qilinglar. Bu o'zingizlar uchun foydalidir. Kimki nafsining beqilligidan saqlanadi ekan, o maqsadga erishguchidir. Allohga qarz hasana bersanglar, Allah sizlarga uni hasilab beradi. Sizlarga mag'firat qiladi. Allah az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir, halimdir, ya'ni bandalarni azoblashga oldirib ketmaydi. Allah g'ayibni va oshkorni bilguchidir, g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir.